чемпион Брычора. Мана Асанов Чичор. Вот такие цветы красивые. Мы очень любим мою девочку, Гульмирочку и ее детей. У нее уже 3 детей. А пришла ко мне она 14 лет назад. Поздравляю. Примерно 8-9 yoshda oyijonisi bilan sportga bergan, sport boshlashgan. 23-yil O'zbekiston butun dunyoni yig'di. Yiqqanda ham eng kuchli natijaga ega bo'lgan bolalar keldi. Bu bizning o'g'limiz, bu egizak, uni opasi ham bor, Muniska. Bular ikkalovi sport bilan kuchli shug'ullanganligi uchun Nukusdan O'zbekiston sborniga a'zo bo'lishdi. Mart oyi menga xat yuboryaptilar. Shahnozifa bolangizni qarang deb. Buni ko'ksida chiroyli medal va opasini ko'ksida medal. Bu bolalari mana Qoraqalpog'istonlik chempion bolalarim. Qachondir adajonisi bilan oyijonisi u Yakkasaroy filialimizga kelishgan va dunyoga mana shunaqa chiroyli bolalar kelgan. Bu bolalar hamma narsaga erishadigan bolalar. O'zi bu hech qanaqa eko emas. Oyisiga ozgina mehr berganmiz, adasiga qo'shim mehrlar berganmiz. Mana shunaqa chempion bolalar dunyoga kelsin, biz xursand bo'lamiz. Mana shunaqa g'ururlanib yuramiz. Xudo xolasa konferensiyamizga ham bu bolam keladi, chempionskiy anaqalarini taqib ko'rsatamiz. Mehr bersak, qanaqa sog'lom bolalar dunyoga keladi.